Hurmatli obunachilarimiz, Sharxondagi gilam do'koni yopilyapti. Xabarlaring bo'lgan bo'lsa, bitta gilamlar suvdagi narxlarda berib o'ryapti. Xudo xolisa hozir narxlar bilan ko'rsatib beramiz. Mana Shahrixon Agrobankda ro'parasi bu tomonda namozgoh masjid yonida gilamlarni hozir narxini eshitib shok bo'lasizlar. Bu do'kon yopilayotganligi sababli gilamlarni Fargizda ombor narxi, ya'ni Fargiz do'konlarimiz ombor narxida berib o'ryapmiz. Har xilidan bo'ladi. Metrajli gilam deysizlarmi, daroshka deysizlarmi, tayyor gilamlarni arzon narxlarda olasizlar. Misol uchun mana shu gilamlar ham qaranglar, razmeri 3,5 ga to'g'ri bo'ladi. Boshqa joylarda sotilgan narx 900 ming, 950 ming sotiladi. Bizdagi narxi xo'p 3,5 ga to'g'ri ko'paygan 627 mi 200 so'mga shu gilamni olishlar mumkin. Razmer 3,5 ga to'g'ri bo'ladi. Sababi do'kon yopilyapti. 11-avgustdan 20-avgustgacha bemalol kelib shunaqa gilamlarni arzon narxlarda olishlar mumkin. Mana keyin ko'rsatilgan gilamimiz Samarqand Sakzotni Viktoriya kassadagi gilamni buni ham ochib ko'rsatamiz. Viktoriya kassadagi gilamimiz gullari ham qaranglar, nihoyatda nejniy, chiroyli ishlangan bo'ladi. Buni narxini eshitasizlar. Hozir buni razmeri 3,5 ga 6 qalin sifatli bo'ladi. Mana iplarni ham ko'rsatamiz. Mana shunaqa qalin sifatli to'qilgan 3,5 ga 6 gilamimiz do'kon yopilayotganligi sababli 3,5 ga 6si 1,384 ming so'mga olishlar mumkin. Boshqa joylarda 2 milliondan sotiladi. Bemalol so'rab surishtirib kelishlar mumkin. Har xil rassetkalardan bo'ladi. Mana gilamlarni ko'ringlar, do'kon nihoyatda katta. Bu tomonlarni ko'rsatib obzor qilib beramiz. Mana razmeri 3,5 ga 5 dan 3,5 ga 4 dan boshlanib 3,5 ga 9 gacha, ya'ni mana 3,5 ga 5 ratga keldi. Endi 3,5 ga 5 gilamlarimizni ko'rsatamiz. Shunaqangi mana qalin gilamlar ham Samarqand Sakzotning Vizantiya kassadagi gilam eng qalin bo'ladi. 3,5 ga 5, boshqa joylarda 3 million 300, 3,5 millionga sotilayotgan bir paytda bizdagi narxi 124,700 so'mdan 2 million 182 ming so'mga shunaqangi eng qalin zich bo'lgan mana eng sifatli gilamlarni olishlar mumkin. Mana shu do'konda yopilayotganligi sababli, belki sababi nima yopilyapti degan bu obunachilarimiz bo'lgan bo'lsa, Fargiz filialimizni shu hozir Shahrixonga ochyapmiz. Shu sababdan bu yerda 10 kunlik yopilish chegirmasi, ya'ni Fargiz bazasi tomonidan chegirma bo'lyapti. Fargizda ombor narxida shunaqangi gilamlarni olishlar mumkin bo'ladi. Metrajli gilamlardan ko'rsatamiz. Undan tashqari mana laxtagi gilamlarimiz, ya'ni metrajli gilamning oxirida qolganlari bor. Razmerlarga to'g'ri keladigan bo'lsa, buni ham zavoddan olgan narximizdan zararga berib yuboramiz. Mana 3,5 mingdan 260 qalin qolgan 1 million 132 ming so'm. Bu gilamchiga berilayotgan narx bo'lsa, shundan ham chegirma qilib beramiz. 15% dan 20% gacha shu narxdan yana chegirma qilib beramiz. Mana narxlarini hamma yo'g'ini ko'rsalang bo'ladi. Har bittasi yozilgan bo'ladi. Bu tomondagilarni ham mana har xilini ko'rsataman sizlarga. Misol uchun mana shu ham 3 dan 475 bo'lar ekan. Narxi 568 ming so'm ekan. Shundan yana 10% chegirma qilib beramiz sizlarga. Bu ya'ni 500 ming so'mga 3 ga 475 shunaqangi metrajli gilamni olishlar mumkin bo'ladi. Nimaga arzonsalar, metrajli gilamni oxirida qolib ketganligi uchun shunaqangi daroshkalar, bu tomonda metrajli gilamlarda har xil assortimentdan bo'ladi. Bu do'konda o'z andijonlik akalar ochishgan, do'kon yurmaganligi sababli yopishib, shuning uchun biz bu do'konni olganmiz hozir. Shuning uchun sizlarga gilamlarda arzon narxlarda sotib o'ryapmiz. Aynan shahrixonliklar uchun bemalol kelib Shahrixonga kelib, Agrobank ro'parasida shunaqangi keng assortimentdagi gilamlar do'kon yopilayotganligi sababli gilamchilarga gilam do'kon ochmoqchi bo'lib, gilam olmoqchi bo'lganlar narxida ham bemalol sizlardan olib ketsalar bo'ladi. Mana endi 3 metrlik metraj, 1 metr narxi 120 ming so'mdan bo'ladi. Bu tomonda mana qalin sifatlilari mana Samarqand Sakzotning Viktoriya kassadagilari ham endi 3 metrligini 1 metr narxi 203 ming so'mdan bo'ladi. Gullarni ham ko'rlar, hammasi yangilik, asatga qolib ketgan gilamlar emas, hammasi yangiligiga. Narxlari nihoyatda yengil bo'ladi, arzon bo'ladi. 370 lik 4 metrlik, 4 metrlikdan assortiment ko'rlar. 271 ming so'mdan shunaqa eng qalinlarini ham olishlar mumkin. Har bittasini men sizlarga narxlar bilan ko'rsatib beryapman. Mana bu tomonda hozir klientlarimiz tanlab har bitta gilamlarni olib ketishyapti. Mana hozir mijoz kamayish bilan mana o'zi tashqarida qaranglar, kech bo'lgan. Hozir soatimiz pasti 7 bo'ldi. Mijoz kamayish bilan video qilyapmiz. Mana bu tomonda hamma sotilgan gilamlar, bular ham hamma sotilgan gilamlar. Klientlar o'zlari olib ketishyapti. Bugun sotilgan gilamni imkon boricha bugun berib yuboryapmiz. Sababi ertaga adashib qolishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun hammasini berib yuboryapmiz. Mana kesib razmerlarga moslab beramiz. Lekin bu yerda dastavkamiz yo'q. Dastavka yo'q, lekin bemalol razmerlarni o'lchab kelib, moslab olib ketishlari mumkin bo'ladi. Bitta gilamdan 300 mingdan 800 ming so'mgacha farq qiladi. Shu sababdan nihoyatda arzon bo'ladi. Ana bu tomondagilarning hammasini ko'ringlar. Hozir yana narxini boshqalarni tanishtirib beradigan mijozlarimizning boshqalarini ham hamma razmerlarni bir qator tanishtirib beraman. Vaqtimiz bemalol bo'lib qolganligi uchun sizlarga yana ko'rsatib beramiz. Samarqand Sakzotning perukasiyadagi gilamlar 1 kvadrat metr 102,700 so'mdan olishlar mumkin. Bunaqa narxga chiqadi degan narx bo'lsa kerak. Bemalol solishtirsalar ham bo'ladi. Keyin mana keyingisi mana Viktoriya kassadagi gilamimiz 4 ga 5 razmeri, undan tashqari Vizantiya kassadagi mana 4 ga 5 gilamimiz boshqa joylarda 3 million 3,5 million sotilayotgan paytda eng kam mashhurlar ham 3,5 million sotiladi boshqa joylarda. Xo'p,
20 kvadrat 124 700 so'm. 2 494 so'mga eng qalin shunaqangi eng sifatli gilamlar 4 ga 5 razmerdan olishlar mumkin. Hamma razmerlari bor. 1 ga 2 razmerdan tortib 4 ga 9, 5 ga 8 razmerlarigacha hammasi bor. Bemalol kelinglar, pastda raqamlarimizni ham qoldirib qo'yamiz. To'liqroq ma'lumot olishlar mumkin. Bunaqa aksiya, bunaqa chegirma har doim ham bo'lavermaydi. Do'kon yopilayotganligi, ya'ni Shahrixonga Fargiz do'koni, Fargiz brend kirib kelayotganligi uchun shunaqa narxda bo'lyapti. Xudo xolisa barchalarni kutib qolamiz. 20 avgustgacha bu chegirmamiz amal qiladi. Xudo xolisa kelishlar mumkin. Hammaga rahmat. Sizlarni kutamiz.